Rahmat Abdush, rahmat. Meni ko'rayotgan ekansiz, bildim, sezdim. Ana endi ham sizni topmasam bo'lmaydi. Sumkani ochyaptilar. Nimadir yopishtiryapti ko'rasizdan. Qiz qarab turibdi. O'shandan cho'chiyaptimi yoki kutilmagan voqea bo'ldi jigarlar. Nima deyishga ham hayronman. Ofisda bolalar bilan PlayStation o'ynab o'tiruvdik. Bitta qiz keldi-da, stenka turadi mashinamiz. Bitta qiz kelibdi, mashinaning oldiga kelyapti, rasm olyapti, ushab ko'ryapti. Nimadir qilib ketdi, kapotga tushmasdan. Tushunmay qoldim o'sha narsani men. Hozir kamerani ochib ko'rdim. Hosilaga ham ko'rsataman. Mashinaga nima qilganligini ko'rsataman, borib. Mana mashinamizda stenka turibdi. Mana shu singlimiz ham, opamiz ham kelyaptilar-da. Mashinadan ko'rib qo'yaptilar. Sirasi telefonlarni olyaptilar, syomka qilishyaptilar. Bilmadim, stories olyaptilarmi, rasm olyapti, ushab ko'ryaptilar o'sha qanaqa materialni nima bu. Qaranglar, yaxshi ushab ko'ryaptilar. Shu kapotimizda nimadir sezib qoldilar-da. Sumkani ochyaptilar. Ichkariga qarab qo'shnilariga berishdik, chiqib qolmasin. Bu paytda biz PlayStation maqashlar qilib o'tirganmiz. Nimadir yopishtiryapti ko'rasizdan. Nima qilyapti o'sha payt bilmayman, qarang. Qarab qo'yapti, qiz qarab turibdi. O'shandan cho'chiyaptimi yoki yaxshilab yopishtiryapti nimanidir. Aslında of qo'yishlariga hayronman, lekin gap videolar olyapti. Avvalgi videolar ketyapti. Sertsalarga lekin patsochlar bor ekan. Shu bilan ketdilar. Mashinalarni ko'rsatdilar, yuri. Hozir endi mashinani ko'rsataman sizlarga. Takoy narsa qilib ketdilar, bor. Lekin qilib ketgan ishlari meni hayron qoldirdilar. Men nimaga bunaqa qildilar deb o'ylasam, mashinani qiynayapman-ku men. Lekin sizlar mendan ham ko'proq sizlar yaxshi ko'ryapsizlar mashinamni. Qilib ketgan ishlarini qaranglar bular. Mana qaranglar. Sertsa bilan aka likoplaster yopishtirib qo'yibdilar, takoy bor, yuricha qilib. Ana qiynamay mashinani deganimi bu yo nima deganimni bilmadim. Lekin hali direktda hech qanaqa SMS ham yoki atmetkalar hali kelmadi demanga u opamizmi, singlimiz tomonidan. O'rtoq, telefoningiz kodi nechi? Yurakchani yopishtirib ketgan qizning yili. Iya. Kodi yo'q-ku. Bu qiz ham yo'q-ku. Мама просто я такой плохой бой. Если плохо тебе, просто пой. Ты же знаешь, за тебя я гору. Qara yurak bo'ldi jilparchin, ta'riflashga bilsang yo'qdir so'z. Hatto o'zimdan ham kechdim jim, lekin sendan kech olmadim voz. Endi hamma narsa o'zgargan, o'zgarganmiz butkul ikkimiz. Bitta savol javobsiz qolgan, shumi bizni sevgimiz. Sizlarga nima deganidim, jigarlar, nima deganidim? Aytdim sizlarga, yetib boradi. Mana bizani ko'ryapti, eshityapti deganmidim. Mana buni qaranglar. Hozir ofisga kelsam, shunaqa futbolka dastavka qilib jo'natib yuborishibdi. Ko'rasizlar, yurakcha yopishtirib ketgan. Xuddi shu mashinamga yopishtirilgani, orqasiga qaranglar. Qo'shig'imizni to'rt qatori sizlar bilan yozganimiz. Xuddisi ham bor, ikkita narsa dastavka bo'ldi, jigarlar. To'g'risi bor, qo'lni g'alati bo'lib qaltirab ketyapti, mana qaranglar. Voy! Voqea qanaqa bo'ldi desanglar, sovg'alarni topshirish uchun ofisga kelganida administratorimizga tashlab ketishdi dastavka qilib. Hozir qolganini sizlarga kameradan ko'rsataman. Mana mana bitta administratorimiz chiqib kelyapti. Sparkdagi ekan-a? Sparkda. Voy, Sparkdagi dushimli bolalar bo'ladi. O'zim ham mana shunaqa dastavka qilishni yurardim. Nomeri ko'rinibdi. O'zim nomeri ham bor-a? Paketni berib mana shunda. Kim berib oldi desam, sovg'a ekan ishdi. Qancha desam, pul berilgan Mana sovg'a ekan. shu bilan ofisga olib kirib qo'ydi. Undan keyin men kirib keldim. Men kirib kelgan joyimni ham qo'y. Undan 15-20 minutdan keyin men kirib kelganman jigarlar. Kelganimda sizlarga istoriya qo'yib, mashinamni ko'rsatdim. Mana istoriyamda ham turibdi bu videolar bor. Ishoninglar, bu hayotimda qanaqadir rostakasib serialga aylanib ketdi. Ko'pchilik uyushtiryapti deyapti. Ichkariga kirganimni ham qo'y, mana shu futbolkani birinchi marta ko'rganimni ko'rsatdi. Mana men ofisga kirib kelganman. Men sizlarga beradigan sovg'alarim, pullarimni chetga olib qo'yganman-da. Dastavkani ochib ko'raman. Qaranglar, ichi bitta ochyapman. Yurakcha yopishtirilgan futbolka tushyapsam, bu hayron qolman-da. Nima bu deyapman? Pisam kutaman. Voy, deyapman. Orqasiga ko'rsam, chuvaslar yopishtirgan qizu deyapman. Mashinamga yopishtirgan yurakcha bilan bir xil ekan deyapman, ko'rasizlar. Qaranglar, men buni o'zimcha razmerlarni keyin o'lchab ko'raman. Bitta miyaga urib qo'yapti. Davay sraz dastavchiga qil, kim dastavka qildirganini bilamiz-da. Topamiz uni deyapman. Telefon yuragim sezibdi, qarang, va bu aloqaga chiqargan edim-da. Telefonga olingan kadrlarni qo'yamiz. Aka, yaxshimisiz? Hali dastavka tashlab ketdingiz-ku? O'sha bolaman, ana kim berib yubordi dastavkani? Bilmadim aka, bir kishi shu berordi. O'g'il bolami, qiz bolami aka? O'g'il bola. Ana nomerlarni berib olasizmi? Bo'ldi aka, hozir men dastavka dedimda, shu dastavkani topshirib oling. Bo'ldi. Xo'p aka, xo'p. Sroch telefon qo'ying, keyin. O'g'il bolani nomeri bersa, o'sha o'g'il bolani topamiz. Keyin kim zakaz qilganini topamiz. Nima qilsam, men bilan o'ynashyapsan, o'g'il, yurakcha. Qanday jigarlar yarashibdimi? Rahmat Abdush, rahmat. Meni ko'rayotgan ekansiz, bildim, sezdim.
Ana endi ham sizni topmasam bo'lmaydi. Agar topolmasam, Qara yurak bo'ldi jilparchin, ta'riflashga bilsang yo'qdir so'z. Hatto o'zimdan ham kechdim jim, lekin sendan kecholmadim voz.